Yunusobod tumani 9-kvartalga kelganmiz. Juda ham yaxshi remontli, mebel texnikalari bilan g'ishli bankovskiy domimizga chiqqan. 4 qavatli domimizni 4-qavatda 2 xona, 3 xona qilingan. Umumiy maydoni 64 kvadratdan iborat. Yangi remont, mebel texnikalari bilan sotiladigan xonadonimiz. Sizlarga orientir tushuntiraman, ko'rishingiz mumkin. To'g'rida konechka bo'ladi. Konechkani shunday kirib kelishinglar bilan mana shu bankovskiy domimizni mana yonida joylashgan 4 qavatli domimiz bo'ladi. Narxini sirasiz aytib o'taman. Narxi $75,000 qo'yilgan o'rtoqlar. Narxi juda ham sroch narx. Ipoteka qilib olsanglar ham bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shunaqa zo'r lokatsiyadan yaxshi remontli xonadon qidirayotgan tanishlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosib esinglardan chiqmasin va albatta Telegram kanalimizga obuna bo'linglar, chunki Telegram kanalimizda uylar juda ham tez sotilib ketyapti. Endi esa uyimizdan to'liq obzorni ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Главный вход eshigimiz, podyezddan kiraverish, kattagina prixoshkamiz va o'zining stroyli garderobnisi bor. Hop, birinchi mana bu yoqdan boshlaymiz. Sanuzelimiz bo'ladi. Mana hojatxonamiz o'zining umumiy vagnlari bor. Sanuzel разделный bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda jakuzi qo'yilgan ekan hammomimizda. O'zining portichkalari ham bor. Kirpichni planировкада portichka bo'ladi. Bu yoqda mana kattagina spalniy xonamiz, ko'rishingiz mumkin. Juda ham sifatli remont qilingan, mebel texnikalari ham bor. Bu yoq tarafimiz mana zal xonamiz. Zal xonamiz ham mana ko'rishingiz mumkin, juda ham katta. Ahamiyat beringlar, bu xonadonimizda balandligi 3 dan baland bo'ladi mana shu balandligi. Asosiy kichkina xonadonlarda xushobkalarda 270-280 bo'lsa, bu yerda 3 metrdan baland patologiya. Hop, bu yoq tomonga o'tib kiramiz. Bu yoqda mana kuxonniy zonamiz. Bu yerga stoloviy zona qilingan, bemalol o'tirib ovqatlansanglar bo'ladi. TV zonalari ham qo'yib ketilgan. Balkonimiz, ko'rishingiz mumkin, mana kattagina balkonimiz. Bu yerda 2,5 metrga 7 metr bo'ladi balkon. Shuni hisobiga mana yarmini bitta detskiy xona qilib qo'yishgan. Juda ham chiroyli yechim qilingan, ko'rishingiz mumkin mana. Hamma kerakli aksessuarlarimiz bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Shunaqa zo'r remontli xonadon qidirayotgan tanishlarga videoni jo'natib qo'yinglar. Like bosib esinglardan chiqmasin. Uy uchun sizlar uchun maxsus salomat bo'linglar.